Assalomu alaykum Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari va Abroruz kanalining ashaddiy obunachilari. Buni nima do'stlar, yantoqda o'zi eskilar biladi buni. Qani? Yantoqdan chiqarib ko'rsatib beramiz. Barakasi. Ikkalasini ham chiqaramiz. Ha, birinchi buni chiqaraylik. Qo'yib oldik. Mana bizga qo'yib olib setkasini qo'yib olganmiz. Vaqtdan yutish maqsadida xolos. Ikkitasini birdaniga ishlatib ko'rsatib beraveramiz. Sheriydiki mana bu qo'yib olproq, bu mayin setkada chiqardi. Mana setkasi mayin. Mana pohol. Endi bizni pohol mana bunaqa chiqdi mana. Sal yirikroq. O'zlari Bu holatda oson tushuntirgan to'lqin kabida. To'g'rimi? Ish yurgani shu. ishda yurgani shu. Tayyor. Bektas bo'ldi. Bir minut vaqt ketmaydi. Ishqiro. Assalomu alaykum Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari va Abroruz kanalining ashaddiy obunachilari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining o'sha 3 hududidamiz, hurmatli tomoshabinlar. E'tiborlaringizga ashaddiy obunachilarga qo'rqmasdan tavsiya qiladigan ilg'or drabilkalarni seyhadamiz. Videomizda hurmatli tomoshabinlar drabilkalarning video obzori bo'ladi. Narxi, qanaqa ishlashi, dastlabkilari, pul o'tkazmalari shu haqida video qilamiz. Maksimal darajada like bosib, chiroyli izohlar kommentariyada qoldiraverasizlar. Narx-navoni akalar hamma joyga taqqoslanglar. Hamma joyga taqqoslab bemalol olsalaring bo'ladi. Uncha-muncha o'tib beradigan joyda o'tib beradi, masofaga qarab dastlabkasini qilib beradi. Video davomida to'liq ma'lumotlar olasizlar. Lekin akalar, men bemalol 100% garantiya beraman. O'zbekistonda qanaqa mana shunaqa drabilkalar chiqsa, sifat bo'yicha qolishmaydi. Men garantiyasini beraman. Videoni oxirigacha ko'rib, maksimal darajada like bosib, bu videoni chorvador akalaringizga foydalansa qo'yasizlar. Videoni boshlaymiz, hurmatli do'stlar. Ketdik mana drabilkalarimizdagilar turlari ko'p. Shukrullo aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir keling. Charchab qolmaysizmi aka? Rahmat, assalomu alaykum. Abroruz kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun apparatlar obzorini qilamiz. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Gap yo'q. Like arzidigan chiroyli video bo'ladi. Xudo xolasa apparatlarimiz ko'p, faqat 3 xil turi bo'yicha gaplashamiz bugun. Qanchacha chiqadi? 10 xilda oshiq turi bor apparatlarda. Diku bormi? Keyingi safar xudo xolasa yem mishalkalarda sotdan sirtaydiganlarni olib kelib qo'yamiz. Keyingi safar tayyor bo'lib qoladi ular ham. Keyingi videolarda xudo xolasa yangilik qilishda to'xtamaymiz. To'xtash yo'q, ha? Davom ettiramiz. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, mahsulot turi ko'p, lekin biz 3 xil haqida gaplashamiz xolos. Videoni o'shancha o'tkazmanglar, ketib ko'ramiz. Bedadislar hamma yo'q chiqarib beriladi akalar. Eng qizig'i mana buni qarang. Ilg'orda eng yirik drabilkalardan bittasi. O'sha kamida 50 ta 100 ta moli bor akalarimiz bo'lsa, bemalol akalar foydalansalaring bo'ladi. Garantiyasi beriladi, aka. Garantiyasi beriladi. Rossiyskiy motor bo'ladi, 15 kilovat, 3000 оборот, mis motor bo'ladi. Qo'shimchasi dom bo'nkiri qo'shib beriladi. Nasi qo'shimcha? Bu qo'shimcha dom bo'nkiri bo'ladi. Priska keladigan bo'lsa, 1 minutda bemalol 3 ta chiqarib olaversin. 1 minutda 3 ta. 1 minutda 3 ta, o'zi 4 ta 5 ta ham chiqaradi. Endi musobaqa emas bu narsa. 2 ta bemalol chiqarib olsa bo'ladi. Hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Videoni hurmatli do'stlar oxirigacha ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlar beramiz. Narxi 11 million so'm, dastavkasini yetkazib olib borib beramiz. Olib borib o'rnatib, borishiga faqat elektrik tayyorlab qo'ysa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Tushuntirib o'rnatib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, 11 million so'm O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yetib boradigan narx bo'ladi buni. Bitta so'mani o'sha butun chiqaraveradi. Chiqarib ko'rsatib beramiz. Chiqarib ham beraveramiz akalar, ko'ringlar. Hali ko'p kutib o'tirmaysizlar. Mana bu dom bo'nkiri, mana bu butun so'mon. Hurmatli tomoshabinlar, mana butun somonni 30 sekundda mana shu holatga keltirib qo'yapti. Ko'rib baho beraveringlar. 11 million so'm yetib borishlar. Garantiya? Garantiyasi 1 oy garantiya motoriga beramiz. Mis motor bo'ladi. Qolgan joyi ishlayveradi aka. Ha, qolgan joyi hech parod qiladigan joyi bo'lmaydi bu apparatlar. O'zi aksariyat joylarda kelib motorga ham garantiya bermaydi. Bular 1 oy bemalol, masalan, agar tufta bo'ladigan bo'lsa, o'zi asli 5 kun 10 kun avval asliga 1 oy muddat. Aka. Endi kichkina apparatlardan boshlaymiz. Mana hozir ko'chada o'tlar o'rib kelib oldingizmi aka? Ha, haqiqiy o'tlar sezoni hozir. Mana quroq bilan yantoq chiqarib beramiz. Yantoqni ham mana pishgan payti bular.
Yantoqni chiqarib berganingizda molga foydasi bormi? Yo'q aka. Yantoqni hozir bedalardan ham yaxshi bu yantoq. 2 barobar garantiya bemalol. Yo'q-a. Kaloriyasi kuchli bo'ladi aka buni. Qo'ying. Hozir mana shu holatda ko'rinyapti. Endi chiqarib beramiz. Chiqarilgan holatini o'zdan ko'rib baho berasizlar. Maxsus yetka yasaganmiz. Pilotlarga chiqaramiz, ko'rasiz hozir. To'xtab turing. Hurmatli tomoshabinlar, narxini aytib qo'ying. Narxi 3.300.000 mis motor. Eng original apparat. Mis motor eng original, alyumin bas motor ham, mis motor. Alyumin motorlar 200.000 arzon bo'ladi. Keyin yana to'xtatingiz gapirib ketay. Hayit bayram yaqin. Menimcha demaymiz. Hayit bayram munosabati bilan hamma apparatlarimizdan skidka bor. Skidka qilib beramiz. Necha xil setka qo'shib berasiz? Setkasi 4 xil, maxsus setkasini qo'shib beradigan bo'lsa 5 xil. Bu setkani qo'shib berganmiz. Qo'yilgan menga hozir. Bu xil setka qo'yilgan hozir. Hurmatli do'stlar, mana endi buni mana shu setkalarni qo'shib beriladi. Masalan, donga un qo'yadigan holati bor. Qo'yib olib, mana molga ashla mashinada chiqarilgan, ha? Ha. Hurmatli do'stlar, mana. Hop, bedadan kaloriyasi kuchlayapti akamiz. Buni hurmatli do'stlar, yantoqni o'zi eskilar biladi buni. Qarang. Yantoqni chiqarib ko'rsatib beramiz. Barakasi. Ikkalasini ham chiqaramiz. Ha, birinchi buni chiqaraylik, keyin uni. Birinchi buni chiqaramiz, bo'ldi. Hurmatli do'stlar, mana. Bismillah. Buni oyog'ida balonlar va xohlagan joyiga to'g'ri urasiz. Hurmatli do'stlar. Yerlar bor ekan. Kirib aka. Hurmatli do'stlar, hech qanaqa bir to'xtalish boshqa narsa yo'q. Tashlang. Bek gap yo'q. Hurmatli do'stlar, ko'p joylarda qamish deydi. Bo'ladi. Hurmatli do'stlar, mana narsasiga ham e'tibor qilib qo'yinglar. Bu yerda to'kni belgilab beradigan narsasi bor. Agar misol uchun baland bo'lib kelsa, tushirib o'chib qoladi avtomatik. Baland to'k kuchayib ketsa, past bo'lsa ishlamay qoladi. Misollar oborot ololmay kuyib o'tirmaydi-da bu. Biz o'sha narsalarni signallashtirilgan. Hurmatli do'stlar, mana Tayyor silos. selajda. Xo'p. Mana shu holatda endi misol uchun buni akalar shu quruq holatda berib bo'lmaydi. Davolga mana buni bersangiz, bemalol tikitga chiqarmasdan yuraveradi. Mana qarang, o'zi yantoqda guli ham bor o'sha. Mana yantoqda mana asar qog'ozmaganda, haqiqiy yem tayyor mana. Hidi ham vashi kuchli ishda ichida. Bu svejida hozir o'rib kelib sirasi chiqarilyapti. Xo'p, 3.300.000 so'm dastavkasi O'zbekiston bo'yicha hayit munosabati bilan skidkalari bor. Aloqaga chiqsa qilib beramiz. Hurmatli do'stlar, buncha skidka basi sizlar telefon qilib uka deydigan bo'lsalarning o'zlari bilib skidkani aytib o'tib beradi. Men akalar 100% amin bo'lganman bu drabilkalarda garantiyasiga, behijolat o'zlari ham gap ekanda hamma yo'qda gapirib aqlli qiladigan bolalar bas, yaxshi bolalar, ishni bo'lishiga yuradi akalar. Bu chuvop ko'p gapirgan odam ham do'xmaydi ko'pchilikka. Aka, endi bunda molbob setkasini qo'yib oldik. Mana bizga qo'ybob setkasini qo'yib olganmiz. Vaqtdan yutish maqsadida xolos. Ikkitasini birdaniga ishlatib ko'rsatib beraveramiz. Birinchi somon poholdan boshlaylik. Eng qiyini pohol. Qarang, buni katta. Bu ham qo'liga poholda olsa, men ham qo'limga poholda olaman. Ha, bulardan boblar. Bu mayin holatda chiqaradi. Men sal yirikroq holatda chiqaraman. Orqasidan tayyor bo'lgan mana bitta beda tayyor, somon tayyor, hammasi aralashtirib chiqarib beramiz. Barakasi. Hadi bismillah. Videoni uzilmaydi akalar. Videoni uzmam. Somon birinchi o'rinda. Pohol bu akalar. Pohol. Buday tomon chiqaryapti. Buday tomon. Beda ko'rdim.
Ama işte kurşaya koyarlar. İşte turibdi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana mis motor eng originali shu. Original. Agar sizga sal puli yengilroq bo'laveradi deydigan bo'lsangiz, alyumin motor ham qilib beraveradi. Eng original lekin mis aka. Eng originalimiz. Mana hozir meniki sal mol boproq. Mana sheriydiki mana bu qo'y boproq. Bu mayin setkada chiqardi. Mana setkasi mayin. Mana pahol. Endi bizni pahol mana bunaqa chiqdi mana. Sal yirikroq. Ozgina yirikroq. Shuchun. Xullas, hurmatli do'stlar, mana o'zlaring guvoh bo'laveringlar. Eng originali O'zbekiston bo'ylab yetib boradigan narx 3 million 300 ming va hayit munosabati bilan yana skidka bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. O'qib tashasa, YouTube'da drabilka beramiz, unaqa emas akalar. O'zi bonus ichida bo'ladi. Bu chunki o'tmay qolgan narsa emas-da bu. Aka faqat bugun o'ylamaymiz, o'sha hammasini test qilib ish beradigan holatga olib kelib turib, keyin tavsiya qilamiz aka. Barakasimiz. Endi nima qoldi aka? Endi aka yana ikkitasini yurgizamiz. Nima qiladi bular? Ha, men bunda sota chiqarib beraman. Makka sota. Ha, bunda dog. Bunda dog. Sota hammasini tugatib, sot studiyoga ham olamiz. Sog' bo'lsinlar. Alhamdulillah, rahmat. Xo'p, hurmatli do'stlar, bittasida sota, mana bunda nima edi? Yo, bu hozircha chiqarganim. Bu ham nima bir xil ekan mana bu. Qo'yib olib setkasi bilan faqat alyuminli variant ekan bu. Hurmatli do'stlar, endi buni ko'rib turgan akalarimiz bo'lsa, universal drabilka degani, misol uchun buniga mononosdan don chiqaradi, monosi somon, monosi beda degan narsa hammasi ichida. Ha, hammasi ichida. Setkasini almashtirasiz bo'ldi. Donni ham o'sha diku holatda maydalab beraveradi. Uni holatda ham keltirib beraveradi. Va qo'lni ham, quruqni ham qaramay chiqaraveradi. Nimaga? Motor original buni. Bu yerda hozir mis motorda sota chiqarib beramiz. Alyumin motorda sirtilgan tayyor. Sirtilgan eng un holatda chiqarib beramiz. Bu yorma holatda chiqarib beramiz. Ketdik, yorma joydagi. Hurmatli tomoshabinlar, mana hozir guvoh bo'lasizlar. Qarang. Mana uni ko'rsatdik-a videoda oldin. Sota bu, mana bu mayda. Buni Ayvazda solishtirsak ham o'zlari u holatda oson tushuntirgan tolqon kabida. To'g'rimi? Buni endi misol ustiga ilab beraman desangiz ham bo'laveradi. To'g'rimi aka? Bo'laveradi. Mana bu mana etalabop, jo'jalarga ham, xullas uyda qanday nimalar bo'lsa, hammasini bu sota holatda chiqdi. Bu ozgina yirikroq. Bu 1.5 bu 4lik setka bo'ladi. Gapi motorda farqi bormi yo'qmi? Motorning farqi bor. U alyumin motor, alyumin motorda originali. Aka. Bu mis motorda originali. Ikkalasiga ham ishonib garantiya beramiz. Narxlar bir xil bo'lardi. Narxlar bular 3 million 300 aytib o'tganimizdek, bu 3 million 100 ming so'm. 3 million 100. Yana o'tib beradigan joylari bor. O'tib beramiz. Mana buni tavsiya qilaverasiz bu odamga. Ha, bu firmalarga bemalol tavsiya qilamiz bularni. Gap so'z yo'q. Endi arzon apparatimiz bor, ikkita tengdaniga chiqarib beramiz hozir. Nimasi arzon buni? Bular puli yengil apparat, hamyonbop. Nimasi? Motorlari, alyumin motorda originali bor. Juda arzoni bor, uni qo'ymadim hozir. Bo'ladiganlarni qo'yapmiz. Agar 3 million 100 mingliklar puli ozgina qimmatli qiladigan bo'lsa, 2 million 600 mingdan bu 2 million 600 ming aka ishlamaydigan narsa emas. Bu ham ishlaydi, ish beradigan 14 ta pichoqlik mis motor emas, alyumin motorda originali bo'ladi aka. Gap so'z yo'q. Hozir chiqaramiz, buni chiqargan o'zingiz ham ko'rasiz. Hurmatli do'stlar, narigalarda endi kilogrammi ham ketgan materiali bor, ular ish berishi ham boshqa. Bular ham atak ishlayveradi. Ha, bu ham bemalol o'sha qilgan ishni qiladi, faqat bunaqa darajada chiqarmaydi. Ho'lni chiqarmagan yaxshi bunda. Gap so'z yo'q. Buni olaylik. Tayyormi? Boshlaymiz. Setkalar menda qo'yib setka, mayin holatda, bunda molbob yirik holatda, bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Sizniki mayda. Biz maydada chiqaramiz.
Uyguda kulmaydi. Ha, çiriştirmeydi lavalar. Yani sal bundan ko'ra yirikroq, lekin atak yaxshi. Ha, berdi. Beradi. Ha, buni ham chiqardi. Bo'ladi, shukrlar aka. Hurmatli tomoshabinlar, Apparat original aka, faqat hamyon bor. Misol uchun 5 ta, 6 ta, 10 ta moli borlar bemalol. Bu main sistemga yengmaydi bu. eng mayini. Tok past joylarga ham shuni tavsiya qilamiz. Xitoy motorda akada o'sha. Xitoy motorda mis motorda $50 boshlanadi. Bu originalda bu. Mis motor emas, alyumin motorda original. Hurmatli do'stlar, keyin mana bu narsalarni endi aytib o'tish qanchalik o'rinsiz aytib qo'yishim kerak. Masalan, yana aytyapman, narigilarda ham aytdim, mana bunday narsalar qo'yilgan bunga. Tokni, ya'ni masalan, yoqsangiz ishlamay tursa, tok past bo'lsa ishlamaydi akada. O'zi avtomatikda bu motorni kuydirib qo'yadi agar past tok. Оборот ololmay qoladi-da. Kuchayib ketsa ham mana bunga nagruska bo'ladi. Mana bular o'sha maxsus shtiklari qo'yilgan. Bundan tashqari bizda garelkalar, atala qozonlar bor. Komplekt beriladi aka. Komplekt. Xolos, mana eng original garelkani, mana qozonlar 350 litrli, 250, 200 litrli. Hozir Aloqaga chiqsa hammasini nimalarni qilib beramiz. hozir shu videodan oldin bir tog'amiz 1 tonnaldan zakaz qilyapti akalar. 2 tonnalni ham zakaz qilaveringlar. Iloji boricha qilib beradi. Bular chunki hali nima deydi, o'zlarida ixtirochi ham o'zi, ustasi ham o'zi. Bemalol. Mana listlarni ko'ringlar garelkani. Ha, garelka to'rli bo'ladi. Lazerda kesilgan bo'ladi. Lazerda. Bu mana shu o'sha qimmatroq apparat nimasi. Asosiy o't mana bu yerda yongan hisobiga mana bular yupqa sal teshib qoladi. ha, kamroq muddat ketadi. Mana bular lekin to'rli bo'lgandan keyin uzoqroq muddat ish beradi. aha, odamni qaratadi bu. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana qisqa valonda gapirib qo'yamiz. Mana sizlarga agar mana bu ham Diku apparati faqat don maydalaydi. Keyingi videolarda qo'yamiz. donga moslashgan. Agar sizga shu zarar bo'lsa, masalan, bularda yo'q ekan degan gap bo'lmasa, har turidan qilib beriladi. Faqat bosqichma-bosqich. Mana bularga ham baho beringlar. Qozonlarimiz necha pul komplekt endi? Komplekt 2 million, 2,5 milliongacha. Nimasiga qarab? Gap yo'q. Garelkasiga, gabaritiga qarab. Hurmatli tomoshabinlar, o'tgan safar yengil ko'rsatib ketdim. Ashaddiy obunachilarimiz bemalol narxlarni taqqoslab, mana bulardan olib fermalardan. Zakaz qilsalar ham ferma qilib beraverasiz aka. Qilib beraveramiz. Bu masalan mana bunday joylarda holatiga ishlatsa bo'ladi. Bular oddiy chanasidan qo'ygani tutarog'ida, lekin katta fermalarga mana shu zarar bo'lsa, ustunlar bor. Ular mana shu yerda ishlab chiqadi. Shu yerda ko'ryapsizlar, mana toshlar, pichoqlarni ham terib tashlashgan. Ular yo'lda bo'yi. Mana bu tomon, hurmatli do'stlar, uchiga 1,5-2 kilometrga borib bormaydigan, bu tomonda akada qarib 28 kilometrdan keyin shu Yozyovonni Kalsoy keladi. Bu tomon Qiziltepa, Oltiariq, Marg'ilon ketiladigan joyda turibmiz. Bemalol vohalik obunachilarimiz ham misol uchun bu tomonda marshrutlari, yo'llarda shopirlaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol og'rintirmay yo'lda bo'yidan tushmagan holatda olib ketsa bo'ladi. Bemalol mana apparatni hozir aytib o'tib ketmabman. Xohlovchilar mana. Ularda poyalar, yonbosh-bosh bemalol chiqarsa bo'laveradi. Men aytib o'tdim o'shasini. Keyin ayollar, asosiy ayollar ishlatishadi mana. Odamni qiynamaydi, bemalol hamma joyga yetalab bir kishi boshqaraveradi. Odamni qiynamaydi. Men qizil akalar mana bu narsasini qarang. Ular ko'p vaqt ketmaydi. Bo'ldi, shunda oladi. Bu narsa kirib ketdi, bu degan narsa yo'q. Olasiz mana, yengilligini qarang. Olib turib, shuni qo'yasiz. Narigini yangi setkasini qo'yamiz. Ish yurgani shu. Ish yurgani shu. Tayyor. Bektas bo'ldi. Bir vaqt ketmaydi. Ish quroli bo'lsa soz, bo'lar, mashaqqatiga oz deyman, nima dedim? Ular shu. Kelaverasizlar akalar, o'zim tavsiya qilaman. Bemalol eng brend, eng yorvoraman deganiga ham taqqoslaveringlar. Damini bermasa hisob bas. Kelaverasizlar.